Bir ulug' zot aytganda, mehmonga chaqirishgan, qo'y meni mehmonga chaqirma deganda. Mehmonga chaqirilganda ijobat qilinsin degan-ku desa. Bo'pti, 3 ta shartim bor dedi. Qanaqa shart aytingchi desa, birinchisi dedi, meni oldimga podshoni olib kelib qo'ymaysan. Ikkinchisi zahar bermaysan. Uchinchisi zanjirband qilmaysan degan. Mehmon mezbonga aytayapti. Shu xolosmi? Bo'ldi deyapti mezbon. Uyga olib boryapti. Dasturxonga bitta taom olib keladi, yeydi. Orqasidan buni ham oling deganda, sen menga zahar bermayman deb va'da berding-ku deydi. Ochiqcha zahar bu. Bo'lib ham zahar ham isrof. Beshta ovqat qildi. Osonlar, mana uni oling. Mana undan bitta tortib ko'ring. Sen nima qilyapsan sen? Zaharlayapsan sen ochiqchasiga. Bundan ziyod zaharlash bo'lmaydi. Ikkinchisi, kichkina o'g'il bo'ladi, o'g'lini olib kelib qo'yib yuboradi. Bu yoqdan aylanib o'tib, xullas boyagi mehmonni rosa asabini buzadi. Ishoning, deyarli 90% dan ortiq mehmonga mezbonni bolasini kelib atrofida o'rlashish yoqmaydi. O'zlari yoqdi desa yolg'on gapirayotgan bo'ladi. Yoqmaydi, gapga qo'shmaydi, bir narsani yedirmaydi, chalg'itadi. Yoqqan taqdirda ham hech bo'lmaganda noqulay vaziyatni tug'diradi. Keyin aytadi, sen ikkinchi va'dangni ham bajarmading, ha? Podshoni olib kelmayman deyording. Qani podsho, mana bolang. Qani gapingni o'tkazib ko'rchi bunga deydi. Podsho-ku bu. Bu lekin bizga aytganini qildiradi. Keyin bolasini olib chiqadi, dasturxonni yig'ishtiradi. Endi mehmon deydi, bugun deydi bizga yotib qolasiz dedi. Uchinchi va'dangni ham qilmading deydi. Qaytib senikiga mehmonga kelmayman. Nimaga desa, zanjirband qilmayman deb aytdim. Mana shu joyidagi xulosa, iftor qiladimi, to'y qiladimi, mehmonga odam chaqiradimi, mehmon chaqirish yaxshi narsa. Lekin hech qachon ularni zaharlamang. Majburlamang. Oldiga bolangizni olib kirmang. Uchinchisi, ularni zanjirband qilib yotib qol deyman. Endi zotan hozir shu kunlarda yotib qol deydiganlar ko'p emas, Botir aka. Yotib qolishga boraman desangiz ham yota olmaysiz.